E'tibor bering. Yurtimizda 100 ming yil muqaddam yashagan Neandertal odamning tarix muzeyimizdagi qiyofasiga qarab o'zimga savol beraman. Bu odamning birinchi aytgan so'zi nima edi? Hayolimga kelgan javob shu bo'ldi. U toshni toshga urib, chaq etgan tovushni eshitgan-u, chaq deya ovoz chiqqan. Yong'og'ini chaqqan, bolasiga ham chaq degan. Bora-bora toshdan o't chiqarib, uni ham chaq dedi. Ko'kda chaq etib yongan olov ham chaq bo'ldi. Keyinchalik chaqmoq, chaqin, chaqmoq tosh. Tosh bir-biriga urilganda uchgan yeri chaqa. Toshga qoqilgan oyoqning barmog'i chaqa. Ko'p gapirganning tili chaqa. Tosh maydalab chaqa degan inson uchun hamma mayda narsalar chaqa bo'ldi. Pul maydalab chaqa dedi, mayda bolasini bola chaqa dedi, eng maydasini chaqaloq bo'ldi. Inson tosh chaqishni qo'yib, gap chaqishga o'tdi. Uni chaqimchi chaqma chaqardi. Ilonning nish urishini ham chaqish dedi. Ilonning nish urishi odamning nish urishi bilan bog'lanib qoldi. Uni chaquv dedi. Oxirida nima deyapti? Biz bunday shirin suhbatning nomini chaqchaqlashuv deymiz. Bashariyat tosh chaqishdan so'z mag'zini chaqishgacha bo'lgan masofani million yillar ichida bosib o'tdi. Biz ham siz bilan chaq so'zining achchiqqina ma'nosini, mag'zini chaqdik, chaq to'g'risida chaqchaqlashib oldik.